Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda React komponentlarining UI qismini yozish uchun yaratilgan maxsus sintaksis J6 bilan tanishamiz. J6 JavaScript va XML so'zlarining yig'indisidan olingan bo'lib, Facebook kompaniyasi tomonidan yaratilgan. U bizga JavaScript fayl ichida HTML ga o'xshash sintaksisda template qismini yozish imkonini beradi. Aslida React komponent template qismini yozish uchun J6 ishlatishimiz shart emas. Bu shunchaki dasturchilarga qulaylik uchun yaratilgan. Masalan, mana bu kodni J6 ishlatmasdan yozsak, quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Bunday kod yozish juda ko'p vaqt talab qiladi va noqulay. Keling, yaxshisi J6 bilan davom etamiz. Demak, J6 JavaScript fayl ichida HTML ga o'xshash sintaksis yozish imkonini berar ekan. Ba'zan mana shu HTML sintaksis ichida birorta JavaScript logikasi yoki biror dinamik qiymat chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatlarda jingalak qavslardan foydalanamiz. Keling, buni misolda ko'ramiz. Avval Hello World matnini bosilganda Google ga o'tadigan link qilamiz. Keling, buni yangi o'yinda ochaylik. Endi test qilib ko'ramiz. Mana Google ni yangi o'yinda ochdi. Endi tepada text degan alohida o'zgaruvchi yaratamiz. Buning qiymati Hello World bo'ladi va mana shu tekstni o'zgaruvchi sifatida komponentda ishlatamiz. Xabar matni o'zgarmadi. Endi Hello World dan keyin test degan so'z yozib qayta tekshirib ko'ramiz. Link ishladi, demak hammasi joyida. Ortiqcha tabni o'chiramiz. Endi qiymati href atributidagi qiymat bilan yangi URL nomli o'zgaruvchi yaratamiz. Atributlar orqali o'zgaruvchilarga qiymat berish ham jingalak qavslar orqali amalga oshiriladi. Linkni bosib qayta tekshiramiz. Hammasi joyida. Tabni yopamiz. J6 da atributlarga obyekt tipidagi ma'lumotlarni ham berish mumkin. Masalan, inline stillar J6 da obyekt orqali beriladi. Aynan shuning uchun ham nom materiya bilan yoziladigan CSS property nomlari J6 da camel case bilan yoziladi. Style atributidagi ikkitalik jingalak qavslar hech qanaqa maxsus sintaksis emas. Bu J6 dagi jingalak qavs ichiga oddiy JavaScript obyekt yozilishidan kelib chiqadi. Bu obyekt uchun alohida o'zgaruvchi yaratib, mana shu o'zgaruvchini atributga qiymat sifatida berishimiz mumkin. J6 da funksiyalarni ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, keling, double degan funksiya yaratamiz. Bu bitta parametr qabul qilsin. Bu parametr raqam bo'ladi. Bu funksiya mana shu qabul qilinayotgan parametrni 2 ga ko'paytirib chiqarib bersin. Hop, saqlaymiz. Endi h1 elementi ichiga funksiyani chaqiramiz. Jingalak qavslar. Funksiya nomi, unga 10 degan qiymat beramiz. Saqlaymiz. Natija 20 ga o'zgardi. 10 sonni 20 ga almashtiramiz. Natija 40 ga o'zgardi. Endi J6 JavaScript data tiplarini ekranga qanday chiqarishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun avval bir necha xil data tiplarini yozib chiqamiz. Masalan, bizda text, obyekt va funksiya bor. Bular qatoriga endi raqam, boolean, null va undefined qiymatlarni yozamiz. Bu qismini olib tashlaymiz. Ma'lumot turlarini birma-bir mana shu ko'rinishda yozib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, J6 ekranga string number tipidagi elementlarni chiqaradi, boolean, null, undefined qiymatdagilarni chiqarmaydi va arrayni ketma-ketlik ko'rinishda chiqaradi. Qolgan tipdagi qiymatlarni, masalan, obyekt va funksiyani to'g'ridan-to'g'ri parse qila olmaganligi uchun ularni ishlatsak, konsolda xatolik beradi. Masalan, konsolni ochamiz. Obyektni o'zini bu qismda chaqiramiz. Bizda styles obyektimiz bor edi. Saqlaymiz. Mana bu yerda mana shu ko'rinishdagi xatolikni olamiz. Yoki funksiyani o'zini ishlatmoqchi bo'lsak, saqlaymiz. Mana xatolik berdi. Agar kelajakda konsolda mana shunday xatoliklarni ko'rsangiz, bilingki, muammo o'zgaruvchining data tipida bo'ladi. Mana J6 da ma'lumot turlari bilan ishlashni ham ko'rib oldik. Endi J6 da yozilish o'zgaradigan ba'zi HTML atributlari bilan tanishamiz. Bu atributlarni eslab qoling, ularni keyingi darslarda ishlatamiz. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha